bittadan like bosib, kommentariyani yozib qo'ysin-da, 1.500 ming qo'l chiqarib beraman. Normal qo'zlar, zo'ridan chiqarib beraman. Videoni maksimal tarqatib qo'ysin. Ya Bunday qilib, shunday obuna bo'lib qo'yishadi. Biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. gap. Hammaga assalomu alaykum. Chorva olam kanalining hurmatli obunachilari, biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolisa hafta kuniga bugun Sayyidul ayyom juma 6-iyul 2025-yil 6-iyun. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu optimistlar, arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'iga Sayfulla do'stimizni xonadonlaridamiz akalar. Bugun inshaalloh do'stimiz narxlarni chiroyli qilib yengil qo'yib beraman deb labz qildilar. Labizni inobatga olib videoni oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolisi yoqsa kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'yasizlar. Qo'zini zo'rlardan kelgan akalar, monchoqlaridan mana. Maza qilib boqadiganlardan. Bittadan like bosing, xudo xolisi obunachilar jigarlar qo'llab turasizlar. Obuna bo'lmagan akalarimiz o'ng tomonda obuna bo'lish, kimdadir podpiska shuni bosing va qo'ng'iroqchasini chalib qo'ying. Biz chiqarayotgan shunaqa sifatli qo'ylarni olishga muyassar bo'ladi. O'zlari qaranglar akalar. Sayfullo hurmat Assalomu alaykum. Shodiyarbek, obunachilar charchamasdan. Shodiyarbek qo'zini o'ta arzonlarga kelgan. Ko'rpartiya chiqadi. Ko'rpartiya irg'achi, hammasi. Qo'y ko'paytiramiz degan odamga bittadan like bosib qo'ysin. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kommentariyani yozib qo'ysin-da, 1.500 ming qo'l chiqarib beraman. Normal qo'zlar, zo'ridan chiqarib beraman. Videoni maksimal tarqatib qo'ysin. Gap bo'lishi mumkin. Akalar, mana xudo xolisa videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Xo'p, birinchi partiyamiz soni nechta bular? Bular soni 20 dona. 20 dona. Qo'chqor sog'liq nima? Bular irg'achi bari. Hammasi irg'och. Lekin yiriklardan ekan, akalar mana. Lokatsiya yaqin bo'lsa tepasiga kelib, ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, bo'ylari, yoshlari qanaqa buni endi? Xo'p, bular 6 oylik. 6 oylik. Bo'ylarichi yerdan balandligi? 65 plus. Ana. Qarang, masalan, qo'y ko'paytiramiz deysa, qo'zini holatini shuni kelib turib, qo'zni tepasiga ko'rib olsin. Aha. Lakasa tashab beraman. Ana, akalar, yirigidan. Keyingi odamning ishi bitadi, lekin qo'zlar zo'r. Badani ham semiz. Bo'yi nechi? Bu 65 ga olishaveradi. 65. Lekin yirik akalar qo'l sog'liq. Yirik. Oldi toza qisqari qarang. Orqalari ham kelgan, osilib ketgan xunuk dumbalar yo'q ekan inshaalloh. Xo'p. Bularda yemoq, ichmog'i sog'ligi joyida. Ular sinovdan o'tgan. Bir kota sinov olishadi. Sinovini ham beraman 10 kun 15 kun. Narxi nima deyapsiz endi buni? Buni narxi qarang. 28, 27 emas. Mana bu 2500 ming olsin bir joyga. 2 million 500 Samarqandga yetkazib beraman dastavka qilib, xudo xolasa. Xursand bo'lib boqishadi. Shunda yetkazib berasiz, xudo xolasa. Chunki har doim videoda aytiladi, dastavka xizmatlari mutlaqo bepul deb aytiladi. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu tomonga edinglar polvonlar. Menga qarang. Qo'zini qarang holatini. Vobshin zo'r 2 million qancha dedingiz? 2 million 500 ming so'mdan bir joyga olsin. Sizga erishmay qoladi. O'tib beramiz, o'tadigan joyi bor. Biz o'tib beramiz. Qarang mana, so'ramaysiz. 2 million 400 ming olsin bir joyga mana. Qo'lni bering. Martga mart qilish kerak. Martman men. Hammasini bir joyga olsa bir nima o'tib berasiz. Endi qarang. So'z isboti bilan bo'lsa. Arzon dedik, obunachilar labimizni olib ko'rishyapti. Bir nima o'tib beraman. Bor ber. Telefon qilsin. Joningiz sog' bo'lsin. Endi bunday narsa bor-da, videoni boshida arzon dedikmi, obunachilar ishonib ko'radi videoni oxirigacha. To'g'risi gap. Obunachilar xafa qilib qo'ymaydi. Qo'zini maza qilib boqishadi, hisob bo'lib rahmatli aytishadi. Akalar 2 million 400 ming so'mdan kami ham bor. Ozgina xudo xolasa zo'r narx bo'ldi. Xudo xolasa mana videoda ko'rib olganingiz ham uyga borganda rahmatini aytasiz. Ammo bitta ikkita olamiz deysa, filisi bor. Holatiga qarab plus minuslari bor, ha? Filisi bor. Gapsiz Chunki yo'q. mana qo'zini qarang, tasviri mana shu. Mana shuni qarang. Bunga urib ko'rishim qarang. Semizligini qo'zini. Ehtiyoting qo'l. Ehtiyot, qo'ying. Mana obunachilar lokatsiya yaqin bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Yiriklaridan, xudo xolasa. Maksimal darajada o'zi yirik bo'lsin, sog'liq bo'lsin, puli arzon bo'lsin, zotini ko'paytiraman degan akalarimizga, jigarlarga yaqinligi jo'natib qo'yasiz. Telefon qilasiz. Do'stimiz inshaalloh chiroyli qilib qolgan ma'lumotlarni yengil berib, Telegramda video syomkasi tashlab berishadi. Inshaalloh telefon qilgan akalar ish bitadi. Zo'r bo'ldi akalar, nahla aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga, xo'p, bularda soni nechta endi? Bular ham 20 dona. 20 dona. Birinchi part bilan bir xil. 5 kunlik farqi bor xolos. 5 kunlik, ha? 5 kunlik farqi bor. 5 kunlik raziyasi bor ekan. Bo'ylaridan-chi bo'ylarida? Bo'yi bir xil. 60 ga olishaversin mayli ham. 60. Ha, borganda xursand bo'lishadi. Balandroq chiqsa. Ha. Yemoq ichmog'i sog'ligi joyida, ha? Nima o'tgan bular? Gapsiz yo'q. Mana aka. Emas, badani semiz. Sizga tayyor qochishdi. Xudo xolos. Xudo xolasa. Xo'p, bularning narxi nima deyapsiz endi?
Bular narxi aytib ashudan 5 kilo farqi bor xolos. Narxi bir xil o'sha 2400 dan ketaveradi bular. Sizga yarashmay qoladi. To'g'risi gap. Buni ochiq aytish kerak. Qarang, 2300 mingdan olsin, Samarqandga beraman. Xo'p. Telefon qilsa bir nima o'tib beraman, ko'pmas ham. Bor aka. Otangizga rahmat. Ishlab bitadi xolasa. Mana endi qarang-da, videoni boshida arzon bo'ladi deb gap gapiriladi-yu. Obunachilar o'shani ishonib kuzatishadi-da, shuning uchun har doim men tortishaman. Sababi olgan odam zavaraka topish kerak. Ertaga sizga rahmatini aytib, xonadoningiz kelish kerak. Sayfullo otangizga rahmat. Akalar 2 million 300 ming so'mdan ozgina kami ham bor. Zo'r narx bo'ldi. Dastlabkamiz qancha bo'ladi? Dastlabki Samarqandga beraman. Mana sizga o'zi yirikroq, puli arzon urg'ochilar akalar. Jo'natib qo'ying. Misol uchun o'zingizdan ko'paydigan qarindoshingizni, o'rtog'ingizni qidirib yurgan Telegramdan jo'natib qo'ying inshaalloh. Bitekda olamiz degan akalarimizgacha. Plyus minusi bor. Holatga Lekin mana qarab bu qo'yga qarang, 2 dona qo'chqorni zo'ridan qo'shib ber desa, o'zim 2 dona qo'chqorni zo'ridan qo'shib beraman. Hozir menda tugab qolgani, ertaga qo'shib beraman. Agar ana buni ko'paytirsa, 1 yilda o'zi qo'y narx ko'rasiz-da o'zi. O'zingizdan ko'paytirasiz uni. Xudo xolisa. Xudo xolasa. Xudo xolisa. Bizga tayyordan qochishdi. Haligi kichkina qolganaqa bo'lmaydi. O'zini o'zi holatida aytib turadi. Oyoq qo'llar uzunligi aytib turibdi. Bir dona, 2 dona sariq bor ekan, qolganlari qora kashtanlardan akalar. Telefon qilasiz, Telegramdan chiroyli qilib video syomka qilib tashlab ko'rsatib berishadi. Holatini ko'rib, narxlarni kelishaverasiz akalar. Lokatsiya yaqin bo'lsa, aytib charchamaymiz, tepasiga kelib o'zingiz ham guvohi bo'ling. Inshaalloh rahmatini aytasiz. Telefon qilavering. Bitta olsangiz ham do'stimiz chiroyli qilib ishingizni bitkazib berishadi. Mana akalar, maksimallarni tarqatib qo'yinglar. Arzon sovg'alardan olamiz degan qarindoshlarga, do'stlarga bittadan laykni bosib qo'yinglar. Xudo xolisa, 3-partiyamiz. Do'stim, bular soni nechta? 8 ta. 8 ta. Qo'chqor sovg'a nima bular? Qancha bular? Necha oylik bular? Bular 4 oylik. Bo'ylari yerdan balandligi. 60 ga olishadi. Yemoq ichmog'i sog'ligi joyida. Buni o'tgan, bir qadar sinov olishadi. Mana sog'lik. Hamma tomonidan ko'ring, kompyuter, telefon, Telegram Bitta sog'lig'am. Haqiqiy zot boqadan qo'ysa. Barakasini bersin, avvalambor. Narxi nima deyapsiz buni endi? Narxini qarab turing. Hop, nari qo'ylardan ular 2400 dan 2300 dan qo'ydilar. Aha. Buni 2200 mingdan qo'yib beraman. 2 million 200 dan. 2200 dan. O'tadigan joyimiz bormi? 2100 mingdan olsin bir joyga. 2 million 100 dan telefon qilishsa bir nima o'tib berasiz. Bir nima o'tib beraman. Bor baraka. Dastlabkamiz qancha bo'ladi? Samarqandgacha. Akalar 2 million 100 dan o'tadigan joylari bor. Soni 8 ta. Yemoq, ichmog'i, sog'ligi joyida. Bo'yinni ichiga olishadi? 60 ga olishaversin. 60 ga olasiz akalar. Telefon 60 ta pesmas. Telefon qilsangiz yana bir qator o'lchab ko'rsatib berishadi. Holatini ko'rib, narxlarni kelishaverasizlar. Yaqinroq manzilda bo'ladigan bo'lsa, tepasiga kelib ko'rib oling. Xudo xolisa do'stimiz hammani ishini bitiryapti, sizniki ham bitadi. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolisa do'stimiz inshaalloh cho'tka qilib ishingizni bitirishadi. Xudo xolisa oxirgi partiyalarimizga ekan. Xo'p, ular soni nechta endi? 4 dona. 4 dona. Xo'p, yosh yillik qanaqa bularda? Qo'lon bu tomonga aytaychi bir. 1,5 oylik. 1,5 oylik, a? 1,5 oylik, bir dona sog'lig'i bor. 3 dona qo'shgan. O'tga kirgan. Yeb ichari sog'ligi joyida. Yeb ichari zo'r. U hashakni quruq bedaniydi. Ko'kat bo'lsa tashab qo'ysa ko'katdi. Vaqti zo'r edi shuni. Xo'p, ichida hayda boqqani. Yashang. Yashang. Narxi desda endi. Albatta. Videoni boshida aytdik-ku. Bizda gap. 1 million 500 mingdan olishaveradi mana. Dastlabkamiz Dastlabki Samarqandgacha beraman. Yep, baraka joningiz sog' bo'lsin. 3 donasi Mana shu gapga Samarqandgacha degan gapimizga akalar like bosib qo'ying. Zo'r bo'ldi. 1,5 million so'mda 3 ta qo'chqor, bitta urg'ochi. Videoni meni qo'yim bor, men olmoqchi emasman deb ko'rayotgan holatingiz bo'lsa ham jo'natib yuboringlar yaqin gruppalarga, qarindoshlariga. Siz tufayli, siz sababli kimdir shunaqa arzon qo'yli olishib, kuzgacha 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib 30-40 ta qilib qo'y sizga rahmatini aytgan. O'rtoq, mendan bitta senga cho'g'ona. 4 ta 4 ta tashab turarding menga sen tufayli mana 20 ta 30 ta qo'y oldim, mana 4 milliondan sotdim, 5 milliondan sotdim, xudo xolasa 1,5 milliondan qo'zi olib rahmatini aytadi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab shu o'ng tomonda obuna bo'lish tugmasi, kimdadir podpisga shuni bosing. Qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqdan chalib qo'ysangiz, biz chiqarayotgan shunaqa arzon qo'ylar sizlarga SMS-larda borib turadi. Bizni kuzatib boring, keyin yangi syomkada ko'rishguncha doim sog' bo'linglar. Bizni charchamanglar. Kutib o'tirsin bizni. Turistda qo'zimiz kelyapti. Turistda qo'chqor. Gap yirik qo'zlar kelyapti, xolos. Narxini yana ham arzon qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hayit bayramlar yaxshi o'tsin akalar. Hammaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Charchamanglar akalar.